Bugun men Zuhriddin bilan birgalikda 10 ta konteynerlar orasiga qimmatbaho sovg'alarni va 3 ta avtomobillarni yashirib qo'yganman va bugun 10 ta obunachimlarni taklif qilganman. Nima deb o'ylaysan? Qaysi konteynerlarda qimmat sovg'alar bor? 10 ta konteynerlarda hammasida qimmatbaho sovg'alar bor. Sizlarda pulingizga kamida 2x, eng ko'pi 20x bor. Bularni o'zingizlar tanlab olasizlar. Chap tarafimda Zuhriddin turibdi. Har bittanglar Zuhriddinning yoniga borasizlar. Zuhriddin qo'lingizlarga bittadan qog'oz beradi. Ushbu qog'oz sizlarga podskaska bo'lishi mumkin yoki aldov bo'lishi mumkin. Ishonish, ishonmaslik o'zingizlardan. Videomiz davomida har bitta odam bittadan konteyner xarid qiladi. O'sha konteynerlarda raqam qo'yganmiz. Chap tarafdan 1-konteyner, bu yergacha 10-konteyner. Bo'lmasa bittadan Ibrohim o'zing Zuhriddinning yoniga borasan, bittadan qog'oz olasan. Hech kimga ko'rsatma uni.